Bugun yana bitta orzuing amalga oshadi deb erim surpriz boshladilar. Erimning ketma-ket surpriz qilishlari ham bir g'alati. Qizlar aytinglar, yoki erim birorta xato qilib qo'ydilarmikin? Biz ayollarga surpriz qilsa ham yoqmaydi-ye. Shu bilan yomg'irda yo'l yurib oxiri yetib keldik. Kelgan joyimizning shinamligini ko'rib kayfiyatim 2000 bo'ldi. Dahshat. Bir ko'rishda sevgi men uchun. Chunki san'at, rasm chizish joni dilim. Hozir qanaqadir idishlarni bo'yaymiz degan fikr keldi. Lekin erim shoshilma. San uchun maxsus tayyorlangan tematika dedilar va yanada hayajonlandim. Bu joyda har xil narsalarni, haykallarni, idishlarni bo'yab dam olar ekansiz. Bizga popkorn va kofe ikrom qilishdi va boshlandi. Binoda musiqasining yangrashi bilan Garri Potter ekanligini darrov bildim va yig'lab yubordim. Garri va Germionaning haykallarini bo'yashimiz uchun berishdi. Garri Potterning butun kitoblarini kolleksiya qilgan va butun filmlarni har oy qayta ko'radigan Garri Potterning fanati men uchun bu katta shok. Ataylab erim Garri Potter va Azkaban mahbusi kinosini aytibdilar, chunki bu mening eng sevimli qismim. Mazza qilib bo'yadim, prosta mazza qilib. Chiroqlarni o'chirishdi va romantik lampalar bilan kinoni tomosha qilish va Garri Potter va Germionaning haykallarini bo'yash men uchun hech qachon esimdan chiqmaydigan atmosfera bo'ldi. Agar siz ham shunaqa muhitni his qilmoqchi bo'lsangiz, Zero Cafe Workshop profiliga o'tib ko'ring. Ishoning, kuningiz nerealni zo'ritadi. Shu bilan görüşürüz.